Assalomu alaykum, hurmatli ma'ruza tinglovchilar. Men Toshkent davlat agrar universitetining oliy matematika kafedrasi katta o'qituvchisi Xudoyor Mahmasayev bo'laman. Bugun sizlarga o'tmoqchi bo'lgan mavzum atmosfera haqida umumiy ma'lumotlar. Bu mavzuni o'tish uchun bizga quyidagicha rejadan foydalanamiz. Ya'ni bu yerda atmosfera tarkibi, atmosfera bosimining o'lchov birliklari, atmosfera bosimini o'lchash usullari, atmosferaning umumiy tuzilishi va uni qishloq xo'jaligida ahamiyati haqida mavzuni o'tamiz. Mana bizga ma'lumki, yerni o'rab turgan havo qobig'iga atmosfera deyiladi. Atmosfera asosiy quyidagi gazlardan tashkil topgan. Bu yerda jadvalga e'tibor qilsangiz, 78% azot, 21% kislorod va qolgan 1% inert gazlar. Karbonat angidrid gazi, argon, kripton, ksenyon, vodorod, geliy, azot gazlaridan tashkil topgan. Bundan tashqari atmosferada mana bu yer yuzini 71%ni suyuqlik qoplaydigan bo'lsa, suv bilan qoplangan bo'lsa, o'sha joydan va quruqliklardan, daraxtlardan bog'langan suv bug'i tashkil qiladi. Atmosferada bundan tashqari har xil mana cho'llardan, orolni qurishi natijasida har xil changlar, tuzlar, aerozollar mavjud. Bular qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Atmosfera yerning havo qobig'i yerdagi barcha tirik mavjudot uchun parnik effektini o'taydi, ya'ni muhim ahamiyat kasb qiladi. Yerda hayot bo'lish uchun ham atmosfera asosiy rolni o'ynaydi. Bundan tashqari yer sirtidan 10 kilometrdan 60 kilometrgacha balandlikda ozon gazi joylashgan. O3 ozon gazi bu quyoshdan kelayotgan ultrabinafsha nurlarning asosiy zararli qismini yutib qoladi. Agar o'sha zararli qismi yergacha yetib kelsa, yer yuzida tirik mavjudot yasholmaydi. Insonlar, hayvonlar, o'simliklar dunyosi ham yashay olmaydi. Mana shu ozon qatlamining asosiy qismi 25 kilometrdan 50 kilometrgacha bo'lsa, bu asosiy quyoshdan kelayotgan o'sha ultrabinafsha nurlarning salbiy, zararli ta'sir qilayotgan qismini yutib qoladi. Quyoshdan kelayotgan, yer atmosferasidan o'tib kelayotgan yorug'likni 100% deb olsak, buning 47% infraqizil nurlarga, 46% ko'rinadigan qismiga hamda qolgan 7% ultrabinafsha qismiga to'g'ri keladi. Mana bu atmosferaning ta'sirida atrof muhitni ifloslanishdan kelib chiqadigan o'simliklarga ta'sir. Tetsa apparatining yopilishiga, ya'ni fotosintez, nafas olish kabi biologik jarayonlarning buzilishiga sabab bo'ladi. Bu changlar atmosferaning yuqori qatlamida qora tuman deb yurituvchi parda hosil qilib, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishda katta zarar keltirishi mumkin. Atmosferaning bosimi, ya'ni yer sirtiga ma'lum bir metr kvadratga to'g'ri keluvchi, yuzaga to'g'ri keluvchi kuch bilan ifodalanadi. Atmosfera bosimi muhim agrometeorologik kattaliklardan biri hisoblanadi. Atmosfera bosimini o'lchashni har xil usullari bor. Biz atmosfera bosimini barometrlar yordamida o'lchashimiz mumkin. Mana bu rasmga e'tibor qilsangiz, aneroid barometrni ichki tashqi tuzilishlari ko'rsatilgan. Buning asosiy qismi, ya'ni ichidan havosi to'lib olingan, gofirlangan qismi bo'lib, u ya'ni paskallarda ifodalangan shkalaga moslashgan. Ya'ni atmosfera bosimi ortganda tusha siqilib, bosim ortganligini, kamayganda esa kengayib pasayganligini ko'rsatadi. Atmosfera bosimi asosiy
Pascal, millimetr simov ustuni, millibar degan birliklarda o'lchanadi. Slaydga e'tibor qilsangiz, bu yerda paskalni millimetr, masalan 1 millimetr simov ustuni 133 paskal yoki 1 millibar 0,75 millimetr simov ustuniga teng. Mana bular hammasi ko'rsatilgan. Normal atmosfera bosimi bundan tashqari dengiz sathidan 760 millimetr simov ustuniga teng bo'lgan bosimga normal atmosfera bosimi deyiladi. Masalan, suvning qaynashi ham atmosfera bosimiga bog'liq bo'ladi. Normal atmosfera bosimida suv 100 gradusda qaynasa, atmosfera bosimi ortishi bilan qaynash harorati ham ortadi. Atmosfera bosimi pasaysa, qaynash harorati ham pasayadi. Masalan, tog' tepasida suvni 100 gradusgacha isitib bo'lmaydi, 90 gradusda suv qaynaydi, atmosfera bosimi past bo'lgani uchun. Atmosferaning o'zini mana balandlik bo'yicha o'zgarishi barik pog'ona deyiladi. Barik pog'onani o'lchashni formulasi ko'rsatilgan. Mana bu yerda biz shunga qarab bosimlarni o'lchab olib, masalan, yer sirtida va yuqorida o'lchab olib, formulaga qo'yib, masalan, tog'ni pastida, tepasida o'lchasak, uning balandligini shu usul bilan o'lchashimiz mumkin. Bundan tashqari atmosfera bosimini o'lchash orqali bir joyning ikkinchi joyga nisbatan relyefini aniqlashda, xo'p, ob-havoni oldindan aytish mumkin. Shuning uchun atmosfera bosimini o'lchash muhim ahamiyat kasb etadi. Atmosferaning o'zi 5 ta asosiy qismga bo'linadi. Birinchi qismi troposfera bo'lib, bu yer sirtidan 15-18 kilometrgacha cho'zilgan. Bunda asosiy fizik, meteorologik jarayonlar bo'ladi. Slaydga e'tibor qilsangiz, mana atmosferada bu yerda ob-havo hodisalari, bulutlar, yog'inlar, shamollar, mana samolyot uchish hammasi o'sha qatlamda bo'ladi. Ikkinchi qatlami stratosfera qatlami. Stratosfera qatlami yer sirtidan, ya'ni 18 kilometrdan 50-55 kilometrgacha cho'zilgan bo'ladi. Bunda asosiy ozon qatlami o'sha stratosfera qatlamida joylashgan bo'ladi. Keyingi qatlam mezosfera qatlami yer sirtidan, ya'ni 55 kilometrdan 80-90 kilometrgacha cho'zilgan bo'ladi. Bu yerda harorat -90 gradusgacha tushadi, harorat pasayadi. Keyingi qatlami termosfera qatlami, ya'ni yer sirtidan 80-90 kilometrdan 800 kilometrgacha masofaga cho'zilgan bo'ladi. Bu yerda atmosfera juda siyraklashib ketib, asosan geliy azotlar bo'ladi. Harorat 1000 gradusgacha ortib ketadi bu yerda. Va oxirgisi egzosfera qatlami o'sha 800 kilometrdan 2000 kilometrlar, 3000 kilometrlargacha cho'zilgan. Bu yerda harorat 2000-3000 gradusgacha ortib ketadi. Xo'p. Ana shu atmosferani o'rganish, bu yerda atmosfera bosimini o'lchash orqali qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Bizning respublikamizda mana Surxondaryo, Sariosiyo, Uzun tumanlarida Tojikiston alyumin zavodining ta'sirida futorli birikmalar bilan ifloslanish darajasi bu yerda butun insoniyat uchun ham, qishloq xo'jaligi ekinlari uchun ham zararli oqibatlarga olib kelyapti. Buni oldini olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozirgi paytda atmosferani ifloslanishini oldini olish uchun butun dunyo bo'yicha mana yengil mashinalardan elektromobillarga o'tilyapti. Quyosh batareyalari keng miqyosda qo'llanilyapti. Buni hammasi o'sha iqlim o'zgarishini oldini olish, atmosferani ifloslanishini oldini olish maqsadida amalga oshirilyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat.